arzon narsani nima edi? Maqolani yodlamaganman. Ikkinchi bo'lganman. Arzon narsaga qiziqmaylar deb necha marta aytamiz. iPhone 16 ga oyna qo'ydirishgan, havo kirib nima bo'ldi? Tozalarasidan qo'ya boshlandi. Shuning uchun olib kelishibdi, Nice Monkey'dan oyna qo'yib beryapmiz. O'zingizlar bilasizlar, ta'riflash shart emas bu oynani. Keyin bu klientlarimizga 16 Pro Max'larni olib qolib, 17 Pro Max yangi qani menga berdi apparatni. 97% 16 Pro Max'larni olib qolib, 17 Pro Max qilib beramiz. 16 Pro Max ustiga $500 berdilar. Qolgan 3 oylik rastrojkaga $110 shunaqa atrofdan chiqdi. Shunaqa xizmatlar bo'lsa kelaverasizlar. Bizda 17 Pro Max'ni ko'pchilik qimmat deb adashyapti. Nimaga? 17 Pro Max'larimiz SIM eSIM bo'ladi. Ikkala imekasi ham o'tgan bo'ladi. 12 oy servisdan O'zbekistonda garantiyasi bor. Shunaqa ishonchli 17 Pro Max'ni kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Naqdga ham, rastrojkaga ham qilib beramiz. O'zingizlarni 14, 15, 16 larni olib kelsanglar, 17 Max larga almashtirib beramiz. Keyin yana alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Telefon olganda 20 so'm, 30 so'm puliga qaramasdan olishinglar maslahat beraman, chunki shuncha pulga olsizlar, ishonchli joylardan olishinglar shart. Keyin mana bu 16 Pro Max'imiz ham sotiladi. Yaxshi ishlatish kerak ekan. Ayniqsa oynalarga e'tibor qilib, umuman chizilmagan 3 oylik 6 oylik muddat to'lovga ham chiqadi bu telefonimiz. Telegram kanaliga narx-navosini qo'yib qo'yamiz. Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib, shunaqa yaxshi ma'lumotlar, telefonni narx-navolari bilan tanissangiz bo'ladi. Nikolosdan obuna bo'lib, like bosib, iPhone olmoqchi bo'lib yurgan tanishlarga bu videoni yorib qo'yish esdan chiqmasin. Eng to'g'ri tanlov telefonimiz bu, eng ishonchlisi telefonimizni kutamiz kamera.